Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Ayni muborak oy arafasida hurmatli prezidentimizni aziz vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga juda katta iltifotlari, juda katta moddiy ko'maklari bo'lganligi eshitib, hammamiz qalbimizga quvonch to'ldi. Bu kabi quvonchli xabarlar tarixiy voqea deb ishonch bilan aytamiz. Chunki avvallari bu kabi bu darajada bo'lmagan. Biz hammamiz eshitdik, 750 milliard mana shu Ramazon arafasida aziz vatandoshlarimizga, yurtdoshlarimizga o'z egalariga yetib borishlikni maqsad qilindi. Alloh subhanahu va taolo bu xayrli ishni davomli qilsin. Bu kabi xayrli xabarni eshitgan aziz vatandoshlarimiz, ayniqsa yosh ulug'larimiz, mehribon, munis onaxonlarimiz hatto ko'zlariga yosh olib eslashyapti. Ha azizlar, bu yurtda insonning qadri baland ekanligini yana bir bor aziz yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz qalbdan har birimiz his qilyapmiz. Chunki duolar ijobat bo'ladigan, Allohning rahmati, mag'firati yog'ilib turgan, jannat eshiklari lang ochilgan mana shunday lahzalarda bu kabi xayrli ishlarni amalga oshirishi yurtimizga yana baraka bo'ladi, yana fayz bo'ladi deb umid qilamiz. Yurtboshimizni shaxsan o'zlari bu kabi xayrli ishlarni albatta birov ko'rsin, birov bilsin uchun emas, balki xalqni rozi qilish, ularni qalbiga mana shu ulug' muborak kunlarda quvonch ulashishga qaratilganligini hammamiz o'zimiz tinglab xursand bo'lyapmiz, guvohi bo'lyapmiz. Alloh taolo o'zi bu kabi xayrli ishlarni yanada davomli bo'lishini nasib aylasin. Albatta Alloh taolo mana shu yurtga shunday ulug' yurtboshini ne'mat qilib berdi. Haqiqatdan biz Allohga qancha shukr qilsak, qancha tashakkur aytsak va u kishini haqlariga qancha duo qilsak shuncha oz. Alloh taolo hurmatli prezidentimizni hamma ishlarda o'zi yori madadkor bo'lsin. Xalqim deb, millatim deb, yurt deb qilayotgan har bir ishlarda Alloh taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Ayni mana shu Ramazon kunlarida qilingan iltifot, ko'rsatilgan katta bir yordamni Alloh taolo o'z dargohida qabul aylasin va mana shu kabi ishlarni davomli bo'lishini Alloh o'zi nasib aylasin. Biz ishonch bilan aytamiz. Bu kabi amalga oshirilayotgan ishlar inshaalloh kelajak avlodni salohiyatli voyaga yetishida va yurtning ravnaqi, vatan taraqqiyoti yo'lida albatta bu ham sabab bo'ladi deb umid qilib qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.